Xullas do'stlar, Namanganda hozir bizga telefon qilishdi. Pastga tushinglar, biz mana shu X Max'ni almashamiz deb. Nimaga almashish ekan? Endi unisi bilmaymiz, hozir uni ko'ramiz. Ketdik. Mana namanganlik akalarimiz turishdi-yu. Kabiralardan. Qanaqasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima aka? Sherzod. Nima ish qilasiz? Ya, to'xtab turing, nima ish qilasiz? Men tushda uy-joy savdosi bilan shug'ullanaman. Hozir X Max bizga anovi iPhone X Max uy bermarmisiz mabodo aka? Narigi safar kelishingizga Xudo xolasa Uy berasiz? Xudo xolasa harakat qilaman. Gap. Keyingi safar Xudo xolasa bizga Namanganda uy ham bor ekan. Hozir nimaga almashtiramiz? Men shuni almashtirmay olib yurganingiz qilib qoldim-da aka. Qarang, hozir bitta kechroq bilib qoldik. Ha. $300 tuproq kelisizlar uchun. Gap yo'q. gap yo'q. $300 chiqdi mana. $300 chiqdi mana. iPhone'imiz $300 chiqdi aka. Mana. Aka mana. Sizga yaxshi kunlarga. Xudo xolasa. Nima qilasizmi telefonni endi? Biz ham buni sovg'a qilamiz Xudo xolasa. Voyda! Biz $300 ga almashdik mana oxiri. Gap yo'q lekin, rahmat aka. Namanganda ham mana shunaqa mart akalarimiz ko'payibdi. Chustin akalar aka lekin. Gap yo'q. Namangan shahriga keldilar. Qancha masofasi aka? 35 kilometr. 5 kilometr. Gap yo'q Gap lekin. yo'q lekin aka. Kattakon rahmat. Bizning telefonimiz $300 ga almashdi mana. Davom etamiz. Keyingi manzil endi Qoraqalpog'iston, to'g'rimi? Ha, Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'istonda ko'rishguncha. Rahmat sizlarga kattakon. Rahmat. Assalomu alaykum. Shuni ko'rishdik. Ha. Men maza qilyapti ammam Farg'ona hali ishtasiga almashmadi. Bitta viloyat almashmaganga ammam siqilib qoluvdilar. Mana kayfiyatlari ko'tarildi. Xullas, biz davomini bosamiz. Da. Bu xabar boshqacha. Qani? 17 ni hidini hidlab ko'rgim kelyapti-da. Voyda!